5 xil narsadan foydalanib tomyob berishar ekan. Afzalligi nima deganlaringda tuplit bo'lar ekan, issiq sovuqlikda ushar ekan. Hozir sizlarga bir oshni aytamiz. Setka tashalar ekan, setkani shunaqa rangligidan va falga tashaladi va bazar tashaladi. Shunda issiq sovuqlikda tashqaridan issiq kiradigan bo'lsa, issiqni ichkariga kirgizib yubormaydi. Ichkarida issiqni tashqariga chiqarib yubormaydi. U tuplit holatda bo'lar, rasvod tomonlama ancha arzon tushadi. Xo'p, narxlari kvadrati 280 ming so'mdan boshlab 600 ming so'mgacha chiroyli qilib beriladi. Buni 5 qavat, 6 qavat, 7 qavat, 1 qavatlilari bor ekan. Oddiy variantda qilib beringlar deganlarga chiroyli holatda tunikasi profilda o'zidan qilib beriladi. U 280 ming so'm bo'ladi. Bu ko'rib turgan joylaring 17 metrga bez ustunsiz, bag'i 37 metrga 32 ming dollarga bir oy davomida chiroyli holatda qilib berilgan garantiya hammasini notarius orqali chiroyli qilib berishaveradi. Sizlardan ketadigan narsa pul sanaysizlar, ob'ektlarni qilib bersalaring bo'ldi. Qolgan hamma narsani o'zlari ustakanamiz olib kelib chiroyli holatda qilib berishadi. Pastda nomerlari bor. Ravshanbekdan oldim desangiz chiroyli holatda qilib berishadi.